Selam do'stlar. Bugun sizlar bilan hurra o'ynaymiz. Pandemiya FIFA albatta qiziqarli bo'ladi. Mr. Big Mix o'ynaymiz do'stlar. Mana kimdir boshini ushlab turibdi. Bu mening skinim. Xo'p, sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Va do'stlar, iltimos 150 ta bo'lishimizga ozgina qoldi. Iltimos 15 ta obunachidan keyin 150 ta bo'lamiz. Xudo xohlasa, bo'lmasa biz o'yinga kirdik. Mr. Big Mix. Başladık. Bir o'zim o'ynamoqchiman. Bor yo'q-ku? Men bir o'zim o'ynamoqchiman. Mana. Horror. Hop do'stlar, mana horrorga 1 sekund va biz kirdik. Bir o'zim o'ynayman. Chunki ikki kishi bo'lsa g'alati. Voy, kirishi. O'tkazib yuboramiz. Voy. Ya, bo'ldi chiqdik. Men butdan chiqdim, bitta paydo bo'ldimmi? 3 ta. Bu gul degani jon degani 3 ta jonim bor. Men bitta o'ynaganda ras buni yoniga kelganimda men pichoqda chiqib oldi. Yuragimga qarab shunga borgan, lekin butdan o'tishni iloji yo'qligi uchun shuna qilamiz. Effektlarini qaranglar. Iltimos do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Hatto bir 10 tadan ko'p like qilsin. Mana shu Mr. Big. Voy, yugur ya. Voy, men qaqa tushib qoldim. Voy, Mr. Big senga. Yo'q. Do'stlar. Voy, yanati. Jonim ketdi же. Bunda o'tirib yurishni iloji bormi? Qaytish kerak demak. Qaytish topish. Mr. Mix will fix you. Do'stlar, men nima qildim? Hay, bo'ldi, pishtamak do'stlar, bitta jonim qoldi. Mr. Mixing ayol. Qara basharangga def foraman. O'zing. Meni pichoq kerak-da. Yo'q. Voy, menga yo'qmayapti. Gotcha. Yugur. Tayoq yo'qmi? O'tdimi o Mr. Big? Do'stlar, plastik bitta o'zim tutishim. Alo kerak sizga. Ne yapacağım bu? Canım ketdimi? Despite desperate attempts, he failed to escape fate and remained forever neither the first nor the last nima qildim men? Mr. Mix. Do'stlar, men nima qildim? Yondirish kerak edi-yu.
Bilmayman do'stlar. Juda qiyin ekan Mr. Mix. Mr. Mix. Ketdi. I've been living here. Bismillah. Oyun çok oldu. Güzellikte buluşmuş gerek. Badesiz. Gotcha! Mister. Yutasan mı diye bir tane? Sen beni yutamam diye alıp sen mi sen olacağım? Ben yolunu bulamam. Jetski. Kaçta ehtiyat bulamam. Ya? What? Başka yol var mı ya ki? Mr. Big Mix. Juda qiyin do'stlar. Ya Yıkıl düşsün qara. Endi ehtiyot bo'lib o'ynayman. Juda o'tishga harakat qilyapman. Ya. Juda yo'l yo'q. Gerek deyapti. Dur. Ya, bo'ldi men tushundim do'stlar. Bu juda qiyin ekan. Bo'pti do'stlar, menimcha bu oxiriga yetdi. Men buni albatta ikkinchi qismini chiqaraman uchun ikkinchi qismida aniq yutishga harakat qilaman. Ikkinchi qism uchun sizlar like bosib kanalga obuna bo'lib